Assalamu alaykum Şərq Türkistonluq aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhərində təsis qilingan Tor televiziyasının bugünkü naq meydan söhbət proqramıga xoş gəldinizlər. Mən Farhad Yo'ronqash bilan oldi bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotgan Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi xalqimizning vatan ichi va sirtdagi xalqimizningki yurak sadosi, qalb sirdishi, shundaqla o'rtaq mulki. Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən təsis qilingan Tor televiziyasınınki proqramlarını sizlar hazır bu ko'rayotgan Dünya Uyghur Qurultayı'nınki YouTube adresinden başqa yana bu Facebook adresinden başqa yana YouTube orqaliqmi, yana shundaqla mush Tor televiziyasi uchun maxsus ta'sis qilingan Tor bekitidimi ko'ra olasizlar va program oxirida bizningki Tor televiziyasininki YouTube adresi va Tor adresi ekran keladi va shu ekran orqali sizlar YouTube'dimi, Tor adresidimi Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining bütün programlarını ko'ra olasizlar aziz qarindoshlar. Biz avval qatimli programlarımızda shuni eskartib o'tdik, chunki eskartib qo'yishni zarur topdik. Dünya Uyghur Qurultayı'ning bütün axborot vositalari Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Umumi Bayannamasining ro'yiga, xalqaro qonun prinsiplariga va o'zdirib turayotgan davlatlarningki qonuniga qat'iy amal qilgan asosda tashviqot olib berayotgan markaziy tashviqot organidan iborat. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum, bu o'tgan yilning oxiridan boshlab o'tgan yilning oxiri va bu yilning boshida Mustabid Kommunist Xitoy hokimiyati o'zining Sharq Turkistonda Uyg'urlar qarata olib berayotgan jinoiy qilmishlarni yushirish va u yerdagi jazo lagerlarining mavjudligini inkor qilish uchun o'ziga yaqin bo'lgan asosiy Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bir qism davlatlarning diplomatlarini va o'ziga yaqin ba'zi davlatlarningki axborot vositalarininki muxbirlarini Sharq Turkistonga u yerga ziyorat qilishga ruxsat qilib, u yerda o'zlari yasab chiqqan soxta atalmish kasb o'rganish markazlarini ziyorat qildirib va bular orqali o'zlariningki jinoiy qilmishlarini yushirish uchun bularga maxsus o'zlarini oqlab xabar maqolalarni e'lon qildiryotdi va bu diplomatiya jihatdan, ya'ni o'ziga yaqin davlatlarni, ya'ni islom ellarini bu yerda g'arb demokratik davlatlarga silish taktikasini qo'llanib kelyotdi. Ammo Mustabid Kommunist Xitoy hokimiyatininki bu ko'z bo'yamchiligiga, bu siyosiy aldamchiligiga g'arb demokratik davlatlari hech bir zaman ishongani yo'q va hozirmi Uyg'urlar masalasi, jazo lagerlari masalasi g'arb matbuotininki asosli kun tartiblarining biri, qiziq temalarning biri. Shundaqla g'arb demokratik davlatlarininki parlamentlarninki, hukumatlarninki ko'ngil bo'layotgan masalalarning biri. Masalan, aziz qarindoshlar, tunugun 29-yanvar kuni Angliya parlamentininki Avam Palatasida maxsus 2 soat Angliya parlamentining tarixida tunji qitim maxsus 2 soat Uyg'urlar masalasi va jazo lagerlari masalasi muzokara qilindi. Uyg'urlar masalasi haqida, Uyg'urlar navbatdagi vaziyat haqida eng yangi dokladlar sunildi. 10 ga yaqin parlament a'zosi bu yerda hukumat xodimlaridan, mas'ullaridan Uyg'urlar masalasi haqida savollarni so'radi va bu yerda nimaga qatnashgan, bu muhokamaga qatnashgan hukumat xodimlari bundan keyin Uyg'ur muhojirlar masalasiga alohida ko'ngil bildirganligini va Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini tekshirish uchun maxsus bunga bir hay'at o'rnatadiganligi so'zini berdi aziz qarindoshlar. Va bugunmi balkim ko'rgan bo'lishinglar mumkin, bugunmi dunyodagi Dünya Uyghur Qurultayini o'z ichiga olgan butun dunyodagi 40 xalqaro tashkilot va kishilik huquq tashkiloti, ommaviy tashkilotlar birlashma imzoliq ochiq bayonot e'lon qildi. Ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashiga qarata va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashidan kelgan oyning oxiri va 3-oyning oxirigacha o'tkaziladigan kishilik huquq oliy kengashi yig'inida maxsus Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki raportmanları, yani dokladçı kasbi xodimlardan tashkil topgan bir hay'atninki Sharq Turkistonga berib, u yerdagi jazo lagerlarini bevosita tekshirishi uchun bir qaror elishni, shundaqla Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarini, butun siyosatlarini ta'qib qildigan, uni nazorat qildigan va kuzatadigan maxsus bir mexanizm, ya'ni bir organ va yoki qurishni haqida qaror elishni talab qildi aziz qarindoshlar. Albatta bu yerda hozir xalqimizningki men burma deb o'tdim, hozir xalqimizning qo'lig'i, ko'zi, butun diqqati Amerikada aziz qarindoshlar. Chunki Amerika nihoyatda muhim bir davlat, dunyoning siyosiy, iqtisodiy va harbiy markazi. Sizlarga ma'lum, o'tgan yili Amerika Avam Palatasida Kengash palatasi a'zolari keyindan 2 Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini, ya'ni Uyg'urlarni qo'llash loyihasimi deyli, 2 qonun loyihasini bu yerda
nimaga parlamentga sungan yaqinqi mezgillardan buyon keyin Avam Palatası, Kengash Palatası'da bu Uyghur Kişi Hukuku Kanun layihasi maxsus arkadan tunuşturuluyordu. Sizlerni bu kanun layihasininki yeni yüzlenişi yani bununki Amerika parlamentinden ötkiziş imkaniyeti var mı yok mu? Bu cihette Amerika siyasi faaliyetçilerimiz bu vakti qanday tirishchiliklarni ko'rsatyapti. Bu jihat sizlarga atrofli ma'lumot berish uchun biz bugun nihoyat qimmatli, aziz bir siyosiy faoliyatchimizni Amerikaning Washington shahrida istiqomat qilib turayotgan Dunyo qurultiyi ijro komitetining raisi va Amerika kishilik huquq qurilishininki direktori bizningki tajribali siyosiy faoliyatchimiz Umar Qanotni taklif qildik. Hürmetli Umar Qanot efendim, adayatın vaqtingizni chiqarib suhbatimizga qatnashib berganligingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Xush keldingiz. Rahmat, hoş bulduk. Xo'sh, Umar Qanot efendim, bayami deb o'tdim endi bu ikki qonun loyihasi Avam Palatası, Kengash Palatası a'zolari tarafidan sunilgan. Yaqin qayta muzokaralar bo'lyapti. Endi sizlar nihoyat aldirashib olib ketdinglar. Har kuni bizni kuzatib turyapmiz. Sizmi har kundagidek bir ikki yerga berib maxsus dokladlarni beryapsiz. Parlament a'zolari bilan ko'rishyapsiz, senatorlar bilan ko'rishyapsiz va boshqa qandoshlarimiz shu beshinglarni qashtirgan vaqtingiz bo'lgan hozir aldirashib olib ketdinglar. Bu jihatda masalan appagan faoliyatlaringlar masalan shu ikki qonun loyihasining arqadan bunun tunuşturuluşu ve bunu Amerika Kongresi'nin mağluqluğunu ötküzüş yetmesine qanday bir tirişçilik gösteriyoruz. Çünkü halkımız bek ko'ngil bilib mesele bu. Rahmat. Siz mi degandek bu qonun loyihasi o'tgan yili sunilgan Marco Rubio va Menendez tarafidan Kengash Palatasida va Chris Smith bilan Tom Suozzi tarafidan Avam Palatasida sunilgan qonun nihoyat kech sunilib qolganligi uchun chunki u o'tgan nimada bu kongressninki xizmat muddati shunga xizmat muddati to'shib yangi kongress bu 115-chi kongresi va 116-chi kongress bo'lgandan keyin yangidan bu tunishtirilishi kerakdi. Ikki yil hem Kengash Palatası'da hem Avam Palatası'da qaytadan tunishtirildi. 17 yanvar günü hem Kengash Palatası'da hem Avam Palatası'da bu Uyghur Kişilik Hukuk Kanun layihasi tunishtirildi. Hozirgacha bu Kengash Palatası'da 22 kongresmen bu kanun layihasini qo'l qo'ygan qonun loyihasiga buni qo'llagan bo'ldi. Kengash Palatası bo'lsa 21 senator. Marco Rubio'ning yetakchiligida 21 senator bu nimadimi Kengash Palatası'da Chris Smith'ning yetakchiligida 22 vakil bunga qo'l qo'ygan bo'ldi. Bağın siri bu nima texmo ilaqaga kuchayib menyapti. Har kundagidek bu senator bo'lsin, kongressmenlardan bo'lsin, bunga qo'l qo'yyapti. Bunun soni kundan kunga ko'payyapti. Bu qonunlarmi shuning bilan Kengash Palatası'da mesela bu endi komitetlarga ivatildi bu qonun nimasi loyihasi. Mesela nimada Kengash Palatası'da Tashqi ishlar komitetiga ivatildi. Chunki Tashqi ishlar komitetiningki nurg'un a'zosi shu hozirgacha qo'l qo'ygan senatorlardan iborat. Shuning u yerdan o'tishi, u yerdan chiqishi ehtimolligi yuqori. Hem Kengash Palatası'da bu 3 komitetdan o'tishi kerak bu qonunninki, bu qonun loyihasini. Birincisi shu Tashqi ishlar komiteti, ikkinchisi Adalet Komitesi var. Üçüncüsü bu Intelligence Committee'deki istihbarat yani komiteden ötüş gerek. Çünkü bu şunlarla münasebetlik maddeler bu başka bir yerden muşu nimelerni alakadar kıladığan muşularınki vazifelendirgen bazı meseleler bu başka şu 3 komiteden ötüş gerek. Bir yerde bununki kabul kılınış nimesi inşallah bence yukarı yaparayım çünkü Kengash Palatası'nındaki reisi o yeniden bilirler. Avam Palatası'ndaki reisi Nancy Pelosi hanım mesela Nazır Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası'nın reisi bu hanımı kol koyganlarının biri. Şunun emdi bu hanımga ergişip Avam Palatası'ndaki sözcüsü olgandaki reisi olgandaki
nurg'un boshqa kongressmenlarmi qo'l qo'ydi deb o'ylaymiz. Buningdan umid var. Umid var bo'lib qolmadik albatta. Buningga biz bu sirtdan nurg'un ishlayapmiz, har yerga berib shu qonunning qabul bo'lishi, shu qonunni qabul qilish uchun o'zlariningki kongressdagi a'zolarga telefon qilib shu qonunni qo'llashi uchun har yerda so'zlab tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin bu faoliyatlarni ilib beryapmiz. Masalan, tunigun men bir yig'in qatnashdim, o'sha diniy erkinlik, xalqaro diniy erkinlik bir yig'ini bor bu yerda Amerika kongress nimasida davlat majlisi tuniga o'tkazildi. O'sha yerda yig'inga qatnashgan 46-47 tashkilotning hammasiniki vakillari edi. Men so'zlaganimda shulardan bu qonunning hozir kongressda ekanligini, buning qabul bo'lishi, buning kongressdan qabul bo'lib o'tishi uchun butun kongressmenlarni safarbar qilish uchun bu tashkilotlarda talablarda bulundik. Onun ikinci yerdeki faaliyetçiler, başka faaliyetçiler mi? Bağ yerinde üniversiteler olsun, tatbikat konuları olsun. Onun ikinci şu başka cemiyetler olsun, dini cemiyetler olsun. Her kandak yeri basak, şu meselini oturup koyup bunu kollaydıgan kongres azalarının sanını köpeytiştiriş vaktimiz. Biz sırtın bu faaliyetlerini yapıyoruz ve şikirdim o. Mesela kongresin özü de alaydı bir hizmetçimiz var hazır. Şu meselini küzdüvatkan, şu meselenin arkasından beni vatkan, her gün digidek verip kongresmenlerinin ki staffları bile, idare kongresmenlerinin işhanısının ki hizmetçileri bile görüşüp, şu Uygurlar hakkında malumat verip, dokladlarımızı ulağı sunup, uladık şu nimini. Hazırgıça haberdar bulmagan kongresmenlerini haberdar kılıp, bu kanunu qo'llashi uchun o'sha cho'ng bir kampaniya ilib beryapti. Bu bizningki alohida xizmatchilarimiz bor. Bundan ikincisi hozir bu yerda boshqa o'tganda deb o'tib edim, bu yerda diniy islomiy tashkilotlar, islomiy qismlarni aytdi. Buning ko'ngil bo'lyapti. Masalan, bizningki bir do'stimiz bu yerda o'sha bishardagi islomiy rahbarlarning biri mesela bütün İslami teşkilatlar hazır bir ötkendi mi diyendim. Hoş kongresinin telefon kılış günü de bir gün bitti. Kongres calling day'de. O birincisi ikinci ayının 7. günü bulundu. Yani birisi üçüncü ayının 14. günü. Hoş 2 gün bütün bir yerdeki bulup mu Musulmanlarını seferber kılıp, Musulman Amerikalıklarını seferber kılıp, bu İslami teşkilat bu başka. Şu özlerindeki kongreslerine, özde sayılan kongresmenlerine, senatörlerine telefon kılıp, özünün rayonundan sayılanan senatörlerine bu kanunun kollaşını talep kıldığın bir gün bekitildi. Birincisi 2. ayının 7. günü, yani biri 3. ayının 14. günü. Bütün Amerika'nın her kaysi ştatlarından, her kaysi rayonlarından, nahiyelerden, bu son şehirlerden kongreske telefon kılıp, kongresmenlerine telefon kılıp, kongresmenlerin işhanlarına telefon kılıp, bu kanunu qo'llashi uchun cho'ng bir seferberlik hareketi 2. ayının 7. günü ve 3. ayının 14. günü bu mahşi. Maşallah. Bunun için zaten şu yana bugün hazır mesela bana hazır haber geldi. Bu Amerika'daki İslami rehberler, Müslüman rehberler ve onun sırtında yana imamlar 128 kişi hazır bir bayanat ilan kılıp Uygurların ki şu emma kanunla qo'llashi için bir yerdeki Müslümanların ki hem Uygurların ki şu meselesini bütün nimege cemaatki yeyip müşahede çoğun bir ilgili hareket qo'zg'ash uchun bir bayanat ilan qildi. Bu bayanat bu yakında hem yerga taqildi. 128 imam bunu qo'l qo'ydi. Hem şu İslami teşkilatlarının ki mesela bizdenki yakın dostumuz Abdülmalik Mücahit Efendim'in ki yardımı bile
Ötkende ben size kösetken bir to't bat nima batdı. Uygurlar hakkında çıkarılgan bir broşür, yaxşı bir adım o. Hem Uygurlar hakkında kısa malumat verildi. Hazırki vaziyet hakkında, ceza lagerleri hakkında, Xitay'daki Uygurlarını yok tutuş için elip verivatkan siyasetleri hakkında malumat verildi. Hem bir yerdeki Amerikalılardan biz nima talep qilamiz degan talablarni o'ttirib qo'yilgan. Mesela nayte kısa şekilde şu broşürden şu 150 bin nima adet hazır besilip Amerika'daki 2700 meçitke taqitildi ve bu mu bugün kelgen Müslüman'a verilgen malumatlar arasında bu şekilde yani Amerika'da keng bir Müslümanlar arasında olsun, başka dinler, Hristiyan grupları arasında olsun, hatta Yahudiler cemaatleri arasında olsun, bu nima keng bir kampanya var. Bu şu kanununki çıkışı hem Uygur meselesininki keng Amerika cemaati içinde takılışı hem bularınki hükümetin talepler var bir yerde hükümetinin bu Xitay'a karta katlık bir tedbir edişi Uygurlar Xitay'ınki Uygurlar karatkan bu şey bastırış siyasetini to'xtatish, yok tutuş siyasetini to'xtatish için katlık bir tedbir ediş için nurgun hareketler buluyordu. Mesela yakshanba günü Müslüman ve Yahudilerin teşkil tapkan bir nima var bir teşkilat. Şununki bir jig'ini qatnashib bu yerda men asosan Yahudilar qatnashgan, Amerikalik Yahudilar qatnashgan o nima demo so'zlab shu qonunni qabul bo'lish uchun o Amerikalik Yahudilarning bununla ilgi chiqishini, buni qo'llashini talab qildi. Bu şekildeki nima faaliyetler başka faaliyetçiler tarafından hem bir yerde ilip veriyordu. Hazır Amerika'nınki bütün ştatları da gidek bu faaliyetler ilip veriyordu ve bir yerde yani ben şu Amerika'daki kırındaşlarımızla kaysi ştatlı olsun. Özünü bildiyse her kanda ştatlı ben ma ştatlı turvatıma ma ştatta benimki vaziyetim mavu şu hakta ben mu bir yardımcı bolsam deydiğen kırındaşımız bolsa şu ştattaki Yahudi cemaati olsun, Hristiyan cemaati olsun hazır şu ştatta her kandak ştatı Amerika'nınki bir jig'in içip, halkını jig'ib, şu Uygurlarını tonuşturuş, Uygurlarının ahvalını tonuşturuş, Uygurlarga yardım qilish için hem yerde tayyorlik bo'lyapti. Shuningga har qaysi shtatda bo'lsin Amerikadagi bizga o'zini bildirsa, shular bilan biz aloqa kuruşunu ulanınki şu bizdeki Uygur şu yerde yaşavatkan Uygur kıyındışımızla aloqa kurup şu yerde şu faaliyetlerini ilip verişiga aydakçılık kılımız ve yardım kılımız. Bunu bizden her kaysi ştatdaki Müslüman cemaat, Yahudi cemaati ve Hristiyan cemaati talep kılıvatıdır. Şu mesela Amerika'nın kaysi ştatı olsun hazır biz hatta onunki yol hıracatını teminlep, ekilip özümüzün cemaatiga Uygurlarning vaziyetini anlatish uchun biz o'sha xizmatni qilaylik. Chunki bu yerda bir Uyg'ur bo'lish kerak. Eng boshda o'zining ishidan o'tgan vaziyatni anglatsalar, bu yerdagi xalq Uyg'urlarga bo'layotgan zulm va besimni, bu hozirgi shu qirg'inchilikni mohiyatini tunib yetidi deb deylik. Shunga bu qarindoshlarimizdan qaysi shtatda bo'lsin o'zini bildirishini talep qilamiz. Onun sırtında yana Amerika'da bulup mu şu tadqiqat o'rinlari her haftada gidek, her günde gidek bir tadqiqat o'rinda Uygurlar hakkında jig'inlar ichilyapti. Bu jig'inlarga biz qatnashyapmiz, bizning mishadek faoliyatchilarning hammasi. Onun ikinci üniversitelerde bulup bu üniversitelerde Uygurlarni tonuşturadigan jig'inlar ichilib, onun ikinci şu üniversite okuvchiları da mı hazır nayeti çok bir hareket var. O okutuvchiları, profesörler olsun, ondakiince okuvchilar olsun, bular da mı her konuda üniversite, nurg'unlagan üniversiteler bir yerde şu Uygurlarni qo'llash grupları kuruluş aldı turvatıdı ve bazı yerlerde kurulup bo'lgan bu gruplar şununla bir yerde keng bir hem halk tarafından hem dini cemaatler tarafından hem siyasi faaliyetçiler tarafından hem kişilik hukuk teşkilatları olsun bularning hammasi de bir seferberlik var Uygurlarni qo'llash, mush qonunlarning qabul bo'lishi uchun shuningga men
umidvar Xudoyim buyursa bu kanunninki bir neçe ay ichida oldimizdagi bir neçe ay ichida buning qabul bo'lib Kongres tarafidan Amerika Davlat Majlisi tarafidan umumiy yig'inda qabul bo'lib prezidentga sunilishini umid qilaman va shundoq umidvorman. İnşallah rahmet hakikaten Amerika'daki kanundaşlarımız sizlerle çok köp gayret qilyapsizlar. Çünkü bu yerda siyosiy faoliyatchilarimiz soni unchalar ko'p emas. Hozir masalan ham Türk tashkilotlari bilan, islom tashkilotlari bilan, Yahudi jamoatlari bilan, ham hukumat taraf bilan, kongress bilan, hukumat organlari bilan har taraf bilan uchrashyapadigan gap. Bizim hozir Yevropa faoliyatda qilayotgan siyosiy faoliyatlarimiz yetishmayaplik, chunki bu yerda Türklar o'zligidan qo'zg'alib chiqib, butun Yevropa miqyosida har qaysi Türk tashkilotlari shu o'xshash kunda o keng doirada Xitoyga qarshi, ya'ni Nazi kamplarga qarshi norozilik namoyishi uyushtiryapti. Biz yetishib bo'lmayapti. Biz Umarxon efendim masalan bu hamda bu ikki qonun loyihasidan ikkisi va yoki birisi bu Amerika Kongresidan tasdiqlanib keyin eng oxirgi qatim bu qonun loyihasi deyli. Buningki Uyg'urlarga olib keladigan foydasi nima bo'ldi? Konkretni Uyg'urlarga olib keladigan konkretni foydasi buningki qanday bir ahamiyati bor masalan? Real ahamiyati. Bu bayaman tabiatda bu hem Kengash palatasida va Avam palatasida sunilgan bu ikki qonun loyihasi birga kelgan chog'da konferensiyada birlashildi. Bularninki ikkilisi bir nimaga bo'lib, uningki umumiy nimaga sunildi-da. Bu undan esa yana bir qonun loyihasi bor. Bu Asya Şube Komitesi, Avam Palatası, Tashqi ishlar komitetining Asya Şube Komitetininki hozir burun muavin raisi, uningki Brad Sherman efendim tarafidan sunilgan Uyg'ur qonun loyihasi bor. Bu yana bir qonun loyihasi, ya'ni ikki qonun loyihasi hozir Amerikada. Bu qaytadan hozir tonishtirilmoqchi, qaytadan sunilmoqchi. Buni deb ketay. Buningki albatta birincisi nayte mundaki etken çağda bir yerde nurgun nimeler bilgilik mesela bu kanunda mesela kanun bu bir buruluş noktası oldu Amerika muşa Uygur davası nimesi de çünkü muşundak bir kanunun ki kabul bulunuşu için Amerika'da nurgun yıllardan beri müşahede faaliyet edip veriyatkan Uygur faaliyetçiler nurgun ecirlerini sındırgen bununla. Onun için Rabia Hanım'ı bununla nait çok ecir sındırgen. Muşunda bir kanun layihasine kabul buluş için neçe yıllardan beri ağzından düşemey kanun layihası da büyügen. Bana büyügen bu kanun layihası emelki işip inşallah digende komiteler sunuldu. Bir yerden çıkışına nait ümit var biz. Ya çıkıdı da koylayımız çıkış bir yerden kabul bulup çıkış ihtimallarına nait güçlük. Bir yerde birincisi bu Uygur meselesi şu Amerika'nınki taşkı siyasetinin gün tertibiga kirgan bo'ladi bu anda. Bununki nimasi de. Çünkü kanununki birinci nimasi de mesela Amerika Tashqi ishlar ministrligida Uygur meselesi bilan aloqalanadigan alohida bir koordinatorninki bu yerda tayinlanib shu yerda vazifalantirilishini talab qildi bu qonun. Bu degan cho'ng bir gap, ya'ni Amerika'nınki Tashqi ishlar ministrligida muavin minister derecesinde bir adam bir neçe hizmetçi bilen bir yerde bir alaylı bir nime ondaki etken çağda alaylı bir şube kurulup da Uygurlarla Uygur meselesini küzütüp durulgan. Onun ikincisi bular vazifesi şu Uygur meselesini küzütüş, bu yer nime buluvatıdı, nime bulmavatıdı, Xitay kandak siyaseti nime buluvatıdı, Xitay nimelerine kılıvatıdı bunu. Hem Amerika hükümetiga hem devlet meclisiga yılda bular dokulat sunishi kerak. Onun ikincisi Xitoy bilan Amerika orasida bo'lgan har qanday yuqori darajali suhbatlarda bu masalalar Tibet masalasiga o'xshash bir kun tartibiga kirgan bo'ldi. Bu masala ham bu ondan keyin ham Uyg'urlarningki har jihatdan hozirgi siyosiy o'sha o'zininki medeniyetini qo'g'dab qilish, tilini qo'g'dab qilish, o'zininki diniy erkinligi va milliy kimligini qo'g'dab qilish nimasida nurg'un bu
bu teşebbüsler var bir yerde. Şu teşkilatla nimelerge bu yardım kılış bir yerde teklif kılıngan bu kanunlarınki nimesi işi de bu da mümkün. Bu ondakinse bu mesela hazır Xitay hükümeti Uygurlarını bilirsiniz neçe vaktin beri korkutup telefon kılıp bir yerdekilerini bir aram kılıp bir yerdekilerini tehdit kılıp bir yerdeki tutkalları bulanınki her türlü azap okubat koyup mıcda kıvattan bunun mu Amerika aralışılgan bir iş çıkıyor FBI yani bir yerde FBI'nin bunu ciddi karab bu meseleye ciddi tedbir edişi bir yerde oturup koyulgan mesele. Onun için Amerika hükümetini birincisi hükümetini bir yerde bu şu kanun layısı hükümetinin bu şu Uygurlar'a elip veriyorken hazırlıkta kırgınçılık siyasetini tok tutuş doğrusu da Xitay'a karşı katlık bir tedbir edişini nimesi var bir yerde. Alayda bir yerde yani Kırgızılgen o maddede bu şunun için yani nurgun cihetten hem ondaki sırttaki Uygur teşkilatları olsun, Uygur hareketi olsun bu şulağa maddi cihetten bu yardım kılış nimeleri var bir yerde. Şunun için yani bu kanun layısı Uygur davası için yani bir buruluş noktası de hesaplasak buldu bu kanun layısı. Bunun için Merkanat Efendimiz'de ötkəzdiler bütün dünya miqyasında meyli BDT'de olsun, Amerika Kongresi'de olsun, Amerika hükümet tarafından olsun, Avrupa Birliği tarafından olsun, Xitay'a nispeten ayette katlı güçlük bir besim şekillenген ötkəzdilerdi. Bu siyasi faaliyetlerimizin ait köp gayret kıldı. Allah razı olsun. Dünyanın karşı cayları teşkilatlarımız, siyasi faaliyetlerimiz, halkımızın ait köp bunun da fidakarlık gösterdi. Endi bu siz mesela ötkəzdiler bu yazgan bir makalanızda dünya cemaatçiligine şu vaqtda agahlandırgandınız. Xitay hükümeti bu yerda qandaqdır bir o'zi saxta bir tarbiyalash markazlarini yasab chiqib dünya cemaatçiligini aldash, ko'zini bo'yash uchun harakat qilishi mumkin. Chunki shunday bir uchurlar bor. Shunga dünya cemaatchiligi Xitoy hukumatiniki bu ko'z bo'yamchiligidan hushyor bo'lish kerak degan mazmunda bir maqola e'lon qilgandingiz. Dal sizning ash maqola e'lon qilganingizdek bo'ldi hamda Xitoy hukumati o'tkazildi ba'zi diplomatlarni olib kirib, uningdan ba'zi davlatlarning muxbirlarini olib kirib, o'zini oqlig'ini silib, o'zini maqtig'ini silib bu ishni qilyapti. Endi bu yilda yana shu Uyg'urlar masalasiniki, jazo lagerlari masalasiniki, xalqaro matbuotlardagi bu qiziq tema iborat bu kun tartibni saqlab qolish uchun BDT'ninki va g'arb davlatlarininki, parlamentlarining, hukumatlarninki kun tartibni saqlab qolish uchun nimalarni qilishimiz kerak? Chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilar va yoki avom xalq. Chunki Xitoy hukumati hozir biroz qisman telefonini ichib o'tib, biroz nima qilyapti? Bir tarafdan diplomatiya jihatdan qaytarmoqchi uchun, yana bir tarafdan vatanning bilib bo'lgan aloqani qisman ichib o'tib telefon aloqasini. Yani bir yerde xalqimizni yana bir qaymoq turishga urinyapti-da. Endi sizcha nimalarni qilishimiz kerak bu yillarda asosiy? Nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Ya şu bu Xitoy hükümetiniki bu oyununu oynaydiganligini aniqday çünkü bu başta siz bilgandek yani butunlay inkar qildi bundaq jazo lagerlariga bağlı. Keyingi şu faaliyetle guvohchilarning o'ttirg'i chiqishi onun ikinci bu şu müstakil muhbirlarning, jurnalistlarning berib bu yerdan xabar egallab ularni oshkorlashi Xitoy hukumatini hamda onun ikinci Birleşken Devletler Teşkilatı o'tgan yili 8-oyda bu Pokiston o'ttirib qo'yilgandan keyin Xitoy hamda ig'ir bir ahvolda qilib buni e'tirof qilish majburiyatida qoldi. Ammo uni degandek bular degan tarbiyalash markazlari bular biz ish tepmamoqchi, undaq qilmoqchi, bundaq qilmoqchi deb bu har turli bilan. Undan keyin texmo 11-oydagi Xitoyninki kishilik huquq xotirasini ko'zdan kechirish yig'inidan keyin BDT'dagi nurg'un davlatlar bu masalani jiddiy bir shaklda o'tirib qo'ygandan keyin Xitoy hamda majbur qilib bir o'zini oqlash nimaga o'tdi. O'tab buningki eng nima yo'lininki ana bu yerda bir saxta bir ashundaq bir nimalarni o'zi tuzab, yazsam chiqib, ondan keyin xalqlarni olib borib, bu yerlarni ziyorat
qildirib bu xalqning ko'zini bo'yab olam dunyo jamoatchiligininki ko'zini bo'yayman deb qo'ydi. Bu bizning uchun vazifani texmi ig'irlashtirdi. Chunki Xitoy ba'zi insonlarni bu shu shaklda aldab kelishi mumkin. Chunki Xitoy aldamchi, usta. Aldalganlarını köy lokmasında o'ziga yaqin davlatlarni olib borib boshda bu yerni ziyorat qildirdi. Masalan, ba'zi davlatlarninki nima vakillari u yerga borgan, masalan, Pokistonninkini deymiz. Shu Xitoyninki degan gapini u takrorladi. Xitoyninki og'zi bilan u gap qilgan bo'ldi dunyoga. Biz berib ko'rdik undaq. Endi shunga biz nima qilamiz desangiz, texnik ko'p bu yerdan material to'plab, shular bilan ko'rishib emdilik seferlerimizde texmi köpeğiydi o bir yerdeki faaliyetimizni ve bir hessi boğan bolsa bu yıl emdi onu iki hesse cık menişimiz gerek bunun da menip Xitay'ınki mesela kaytarma bir hücumga ötüşümüz gerek. Kolumuzdaki malumatlar bile, inik malumatlar bile, toluk uçurlar bile, igelligen rast uçurlar bile, onunki yalgan, bizninki rast uçurlar bile, bir yerde ne mi buluvatılır diyenlemini hakka göz düşkün xalqni aldab ketmasligi uchun Xitoyninki bu nimaga texmi kuch chiqarishimiz kerak. Guvochilarning texmi ko'p chiqishi kerak. Bu yerga odamlarni avatishimiz kerak bir shaklda. Yo'lini tepib, avatib shu yerdan materiallarni, shu yerdagi paketlarni egallab kelib sunishimiz kerak. Aslida bu odamda jiq paket egallashning bu hojati yo'q. Dunyo mencha dunyomi belki o'ziga yaqin davlatlar shunday degan bo'lsa, masalan boshqa yerlarniki berib ko'rib kelganlarniki bayonotlarini oldik. Ya'ni Yevropaning bu boshqa bo'ladi, ana 3 kishilik bir nima beribdi Yevropa ittifoqidan berib bu yerdagi nimani o'z ko'zi bilan ko'rib, uni nim bo'layotganligini o Xitoyninki deganlarga ishonmaydi. Ammo shunday bo'lsa-mu, biz yana tadbirli bo'lishimiz kerak, biz yana ko'p ishlashimiz kerak, jiq minishimiz kerak. Menip şu xalqaro jamoatni o Xitoyninki tashviqotlarga ishonmasligi uchun qo'limizdan kelgan kuchni chiqarishimiz kerak. Shu deganimizdek texmi ko'p guvochilarni texmi ko'p chiqarib, shu ularninki deganlarini tarjima qilib, shularga olib borib sunib, masalan, endi bu biz mana shunday qilyapmiz bu. Bizninki nimaga borgan ziyoratimizda buni ko'rdik shu Indoneziya, mesela Malezya'daki ziyaretlerimizde bunun şöyle bağınımızdaki qanchalik yaxshi bir ish bo'lganligini va nihoyatda vaqtida bo'lganligimizni sezdik. Chunki shu Xitoy bu yerda ular mesela Malezya bo'lsin, Indoneziya bo'lsin, ularning elchilarini olib borib, ya'ni ko'rsatib, bu yerda Xitoy nihoyatda cho'ng bir harakatga o'tgan. Xitoy elchixonasi, Xitoyninki vakillari bu yerga kelib, şu yerdeki Uygurlarını qo'llagan tashkilotlar bilan yig'ilishib, ularga berib, ularni Xitoyga chaqirgan bo'lib, taklif qilgan bo'lib, ya'ni bu Uygurlarning va dunyo Uyg'ur qurultiyining da'vatqonlari yog'an asli vaziyat boshqa va sizlar kelib ko'rsanglar bo'ladi deb. Siz degandek u maqolani vaqtida yozibdimizga shu dunyoni shunga ogohlantirgan, shunday qilishi mumkin Xitoy bununla tayyorlik bo'lishi kerak deb. Ama asasen G'arb davlatlarida Xitoy gerçi biz yani ko'p ishlashimiz kerak dedim ama uningga bu ishinib ketmaydi deb o'ylayman G'arb davlatlari. Chunki yetarli paket var hozir. O'tirida yana biz Jixiya dedik, shu Malayziya, Indoneziyadagi safarlarimiz dedik. Yani sizlar boshqa yani nima xohlaysizlar yani? Qandaq sizlarga qandaq bir paket, qandaq bir nima dokument, material akilishimiz kerak. Hammaning o'tirida Xitoyning qilayotgan qirg'inchiligi, jazo lagerlarida necha million odamni tutib turayotganligi bu biz tarafdan emas, mustaqil xalqaro tashkilotlar tarafidan, mustaqil jurnalistlar tarafidan, mustaqil tadqiqotchilar tarafidan naq faktlar bilan o'tirib qo'yilgan nima bu? Buningga yana nima kerak? Lekin ammo deganimdek biz yanala hushyor bo'lib, ko'p bu tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak dunyoga. Tumasdan harakat qilib, Xitoy bu tarafdan qilsa, biz bu tarafdan minib berib, ularning oldiga shu faktlarimizni davomli qo'yib, davomli eslatib turib, bu masalani shunday kun tartibiga tutib turishimiz kerak. Ularni bir harakatlantirish uchun.
To'g'ri dedingiz. Endi u zaten G'arb demokratik davlatlar bu Xitoyniki u saxta yolg'onchi tabiatini, mohiyatini biladi. Bo'lib kommunist Xitoy hokimiyatiniki. Shunga bu G'arb ellərdə, G'arb demokratik ellərə hech qanday bir ta'sir ko'rsatilgani yo'q Xitoyning qaytarib hujumi. Endi Xitoy asosiy bu yerda biraz g'ayridemokratik ba'zi davlatlar paylanib bo'libmi asosan islom ellariga qo'llanib tiqdi. Chunki Xitoy cho'chib ketdi. Bu Malayziya bo'libmi Indoneziyada 10 necha shaharda bir vaqt degan necha minglagan odamlar Xitoyga qarshi qo'zilib chiqishi bu Xitoyning cho'chitib haqiqatan. Shuning uchun Xitoy hukumati shu asosan bu yerga berishga ruxsat qilgan diplomatlarmi shu asosan islom ellarining diplomatlari, jurnalistlarmi shu. Şu bir yerde İslam elleriga qaratgan bizning tashviqotimizni bu yerda olib borgan faoliyatlarimiz kuchlantirishimiz kerak ekan. Shuning uchun bu Dunyo Uyg'ur qurultayiniki 2019-yillik xizmat planlarining muhim tarkibiy qismi bu islom ellaridagi faoliyatlarni jonlantirish. Shuning uchun biz sizning riyosatchiligingizda 3 kishi Dunyo Uyg'ur qurultayining bir hay'atiniga body Malayziyaga yaqin bodingda berib Malayziya, Indoneziyada faaliyet keldinglar. Sizning bu yerda his qilganlaringiz nima? Endi Xitoyninki shu appagan qaytirib mujrimlarninki bir ta'siriga uchraganmi? Hukumat tarafdan bo'lsin yoki xalq tarafdan bo'lsin? Malayziya, Indoneziyalarda. Albatta ba'zi nimalarda ba'zi savollar paydo bo'lgan yerlar bo'lgan gap. Masalan, Xitoy manda davatidi, manda shu so'rgan savollardan qo'yni ham. Xitoy manda davatidi, buningga sizlarning qo'linglarda bir paket bormi degan yerlar bo'ldi. Demak, biz lekin paketlarni, olgan materiallarni o'tirib qo'yib, mana bu biz demayapmiz, Dunyo Uyg'ur qurultayi degan gap emas bu. Xitoyning o'zininki demokratik kuchlari mana shuni da'vat bo'lganini, mustaqil tadqiqotchilarninki nimasi bu? Yakuniy chiqargan. Hozirgi vaziyatni shular shunda deb ta'riflayapti. Etnik tozalash da'vati, insonlik qarshi jinoyat da'vati. Bunu degan adamlar shu cho'ng tadqiqotchilar, nufuzli shaxslar, cho'ng siyosatchilar bular. Degandek, aniqliginizda bu yerda Xitoy siz degandek bu g'ayridemokratik davlatlarda, bu islom davlatlarida Amerika qarshi nimadan foydalanib bu yerda bu Amerikaning bir kuchaytirayotgan bir ishi degandek bir nima bu masala, Uyg'ur masalasi. Amerika shu Xitoyni turaksizlashtirish uchun, Xitoyni oldini to'sash uchun shu masalani o'tirg'i chiqaryapti degandek masalalarni u islom musulmon bo'lib musulmon jamoatlariga buni jiq anglatdi ekan. Bizniki biz jiqroq qarshilashgan bu yerda nima savollarimiz shu bo'ldi ham. Shundaq bir nima bor, uningga nima deysizlar degan nimalar bo'ldi. Uningga biz tushuntirishni berdik. U hamda bu yerda bo'layotgan jinoyat ochiq, hech oshkora Xitoyninki o'zininki nimalarda, masalan, eng qisqasi Xitoy yangi bir qonunni o'tganda qabul qildi, dinni xitoylashtirish, islom dinini, masalan, mush kommunist nimasininki moslashtirish, ideyasiga moslashtirib nima qilish. Bu qonun bu. Uyg'urlarga chiqargan, qarshi chiqargan ekstremizmga qarshi nima deb chiqargan nimasi bu? Bu qonun Xitoyninki qonunlari. O'ziniki shu hozir ijro qilayotgan qonuni mana shuda u qonunlarninki nimalarni ba'zi o'qilarga kopiya bizga kopiyasini shuningki beramsizlar deb. Unda xabarsiz ekan. Shuning uchun islom dunyosiga siz degandek jiqroq ishlashimiz kerak ekan. Islom dunyosi bilan jiqroq aloqalashib, jiqroq kuch chiqarib islom dunyosini barakat. Chunki hozir harakat bor islom dunyosida. Xitoyning eng qo'rqadigan islom dunyosiningki qo'zg'alib ketishi. İslam dünyasınınki bu Xitoyninki bu bisimidan bu qirg'inchiligidan xabardor bo'lishi, islom aholisinin xabardor bo'lishidan shunda qo'rqadiki, shuning siz qarang, o'sha bo'libmi, o'sha Malayziya, Indoneziyadagi keng ko'lamli namoyishlardan keyin Xitoy u yerninki elchilarini chaqirib ziyorat qildi. O'ndachi elchilarini qildi. Bütün asasen Müslüman devletler, Rusya ve Belarus var, kalanı Müslüman devletler. Demek ki Müslüman devletlerdeki hareket, naite Xitayga çok tesir gösterdi ki, Xitayni korkutdu ki, şununla uyardı mı, naite köp hareket kılışımız gerek Müslüman. Hem de Müslüman dünyası hazır kadar, belki bundan habersiz oluşu mümkün, onu iktisadi menfaat tüpeyilden oluşu mümkün. Jim to'g'an, ammo musulmon dunyosida hozir
nayt çoğun bir hareketleniş var. Bulup mu mesela Endonezya bilen Malezya'da gördük. Türkiye'deki ahalini gördük. Türkiye halkını gördük. Hazır degen her kanda bir nahiye yezila'nın tatip namayış buluvatıdı. Uygurlarını kollap Xitay'a karşı namayışlar. Ben de Kuveyt'te parlamentinki bayanatını gördük. Başka İslam devletleri de mu siyasetçiler biraz hareketke ötti. Bulup mu kişilik hukuk teşkilatları deyimiz bir yerdeki hükümet sırtındaki teşkilatla İslami cemaatler bir yerde bu zulümden haberdar bulup Xitay'a karşı bir hareket kozgaldı. İnşallah bununki umumi bir hareketle aylanıp İslam devletleri de umumi bir hareketle aylanıp İslam devletlerininki asasen köp kısmınınki Xitay'a karşı bir hareketle ötüşünü ümit kılımız. Bunu mu buldu da oylayımız çünkü İslam devletleri de gerçi hükümetle mandat turvatkan bolsa mu hükümet sırtı teşkilatla arasında mı bir naiti bir muşu meselede bir hemkardeşliğin bazılarını köz okuyada çünkü Malezya olsun, Endonezya olsun, Türkiye olsun, başka İslam devletleri olsun bunlar arasında mı muşu Müslüman teşkilatla arasında bir hemkardeş vakıya kandak kılıp bununla biz Uygurlarga yardım kılımız degan bir teşebbüsler vakıya bir planlar vakıya şularni anlap görüp bundan naiti ümidvar bulduk. İnşallah bu İslam dünyasında bu mesele keng tartılıp en ahırda İslam dünyasının bu ders bu ayakta turuşuga sebep bulduğu da oylaymayın. İnşallah. Mesela hem de bu siz bayım dediniz şahitlik, guvallıkın ötüş meselesi xalqaro cemaatini bulup İslam ellerini delil isbatlı materyallar bilen ta'minlash ve Xitayninki bu demisini yalğançılığını, saxtakarlığını faş qilish. Mesela oxirgi bu 6 davlatninki muxbirini Sharq Turkistondagi atalmış kasb tarbiyalash markazini ziyorat qilishga ruxsat qilgan. Onun uchun Pokistondan muxbir va qaytib kelib bu eng ko'p kuchligina shu Pokistonniki muxbir ham Xitoyni oqlab. U yerda hech qanday undaq lager yo'q, jazo lageri yo'q. U yerda kasb o'rganyotdi, butun xalqqa xushal. Bu butunlay yolg'on bo'lib gapirayotgan nimasi g'arb davlatlarining u bu degan nimasini propaganda qilayotgan vaqtida Pokistonda bir Pokistonlikninki, yerlik Pokistonlikninki bir Uyg'ur xonimi jazo lagerlarida 1 yil yetib chiqqan. U guvohlikni o'tib matbuotlarga bu yolg'on so'zlayotdi. Amaliyotda mana men beshimni o'tkazdim, men yotdim, men yetib chiqdim o'shada munda zulmni chekdi. Munda azob uqubatni chekdim. Munda qiyin hisob tushirdim deb rasvo qilganda endi Xitoyning dumba so'rayotgan Pokistonlikninki nimasiga ham yana birisi masalan endi bu tashkilotlar o'rtasida albatta har qaysi davlatlar faoliyat qilayotgan tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro moslashishlarni, koordinatsiyonni, o'zaro hamkorlikni masqadam birdaklikni saqlashni muhim ham. Chunki hal qilib paytda bizning qilayotgan da'voyimiz 20-30 million xalqning taqdiriga munosabatli da'vo, muqaddas bir da'vo. Shu bu yerda nihoyat yuksak darajada mas'uliyatchanlik talab qildi. Masalan bu sizlarning Malayziya, Endonezya ziyoratinglarning harpsa dunyoga qildi. Hayitininki. Undan burun Turkiyadagi ba'zi tashkilotlarimizning mas'ullari ziyorat qildi. Oqaqni undan sizlar badinglar. Bundan har xil nimalar chiqdi endi buningda. Birisi vaqayaga ham birisi berib, birisi vaqani ham birisi do'rab bu degandek endi. Siz bunga qanday qaraysiz zaten u? Biz bu Malezya, Endonezyaga berishni xeyli burun o'ylashgan. Şu bizniki siz Germaniyada o'tkazilgan Sharq Turkiston Milliy Kengashidan keyin shu kengashninki jarayonida shu suhbat bo'lgan. Shu islom dunyosi qaratgan bizniki faoliyatlarini kuchlantirsak, hozir g'arb davlatlarida asosan bu masala tonuşturuldu. G'arb davlatlarida hozir har qaysi masalan Yevropa parlamentosidan qaror chiqdi. Amerika parlamentosida, Amerika kongressida qonun loyihalari sunildi, bayonotlar e'lon qilindi. U yerlik xalqaro tashkilotlar shunday bizga istashlik qilib harakatlarni qilyotdi. Biz hozir hamda o'sha islom dunyosini bir uyg'ontirishimiz kerak. Islom dunyosi qaratgan faoliyatimizni kuchlantirishimiz kerak deb eng munosib shu nimaga bizniki bo'lib shu Endonezya bilan shu Maleziyani ko'rgan shu chog'da. Türkiye'de ama haberdar zaten. Türkiye'de başka teşkilatlar müşahede edildi ki o plan burunlu boğan
Ama bizden avval albatta bu ma'rif teşkilatınınki berip yani ziyaret kıldı. Nayt yaxşı ziyaret buldu. Bularmı şunda ciddi münasebetlik insanlar bilan görüşüp bu yerdeki faaliyetlerini yaxşı ifade. Biz onundan nayt memnun bulduk. Bizning bağınımız mı bu yerde nayt yaxşı buldu deb o'ylayman. Çünkü biz zaten uzun zamandan beri ma'rif teşkilatı bilan Dünya Uyghur Kurultayı arasında bir nayt yaxşı bir hamkorlik var. Biz yetişenmegen yerga ular beryapti. Ular yetişenmegen yerlarni biz to'ldiryapmiz. Bu safar jarayonida shu bo'ldi deb o'ylayman. Chunki ular ko'rashmagan ya ularning kam qolgan yerlarini biz to'ldirdik bu yig'in jarayonida, bu safar jarayonida, ziyorat jarayonida. Bizningki yetişenmegen yerlarimizni ular to'ldirgan bo'ldi. Shuningga mukammal shu ham Indoneziyada hem Malezya'da bütün tabakalarını öz içine alan, bütün siyasi hareketlerini öz içine alan, bütün dini teşkilatlar ve halkaralık insan hakları ve insani yardım teşkilatlarını öz içine alan nimede bu mesele tonuşturuldu. Şuların hemmesi bilen yaxşı bir diyalog kurgan buldu. Bu yaxşı bir hemkarlık nimesi o münasebetimi ornatkan bulduk. Bir yerde boş kalan yer bulmadı deymen bu Malezya ve Endonezya'da. Çünkü bir yerdeki mesela hatta Amerika elçihanları bilen bir yerde köreştik mesela. Uyağımı buluvatkan nime hakkında malumat verdik. İslami teşkilatlar bilen ular köreşkenler bilen mi köreştik. Köreşmeyenler bilen mi biz köreştik. Onun sırtında insani yardım teşkilatları bilen. Andikin kişilik hukuk teşkilatları bilen. Mesela biraz sol nimesiga aylangan kişilik hukuk teşkilatları. Onun sırtında mesela en muhim nime bu yerdeki Müslüman Tungallar bilen mesela. Hatta o Xitaylar bilen Malezya'daki. Nime uçuruşlar, nayet yaxşı uçuruşlar edip verildi. Mesela o Xitay ziyadileri şu yerdeki. Çünkü Malezya'da nayet muhim bir orun tutulgan bu Xitaylar %30 Xitay kelyapti. Nüfusunun %30'u Xitay. Onun sırtında bu yerdeki Xitaylar iqtisadi jihatdan güçlük bir tabiiy kelyapti. Onun için ularninki nimasi qo'lga keltirish muhim bir nima kelyapti. Undaki bo'lib musulmon Xitaylarni jihatga ular bilan necha qitimda yig'in ochdik. Yig'in ichib ularga tanishdik. Andikin Tungallar bir yerde bir hareket ötepti. Özlerine hazır. Hatta Tungallar ben çıkrak bunun da ilşat o tonuşu çıkıyor ya da tonuş nimesi bile oldu. Oğandaki ilşat neticede bu meselede sözledi. Onun ikinci bir yerdeki Tungallar hatta şunda dedi ki bizden keçirim soradı. Sizler kapılmanla biz şu baştaki şu zulüm şu Xitay'ınki bisimi qirg'inchilik hareketi boshlangan chog'da biz shu chog'da bir harekatga o'tolmabdi. Endi bizga tegmamdiki deb qolibdi dedi. Endi bu bizga mi kelyapti? Sizlar endi ko'plab nima qilgandan keyin sizlarni hozir qo'llaydigan odam jiq chiqdi. Chiqyapti dunyoning hamma yeridan. Ammo bizga kelgan chog'da bizni qo'llaydigan odam chiqmayapti. Chiqmay qoldi. Chunki biz oxirgacha bizga shu nima Xitayninki nimasi kelgicha, hujumi kelgicha biz qarab turibdik. Bunun için sizlarni akıl so'raymiz deganda chiqdi shu yerda. Ular hozir ashada eng ko'p harakatni qilayotgan odamlar deb hisoblanadi. Chunki shu Uyg'urlarni yaxshi biladi, Uyg'urlarmi hissashlik qilyapti. Bu jihatdan ya cho'ng bir bo'shliqni to'ldirgan bo'ldik deb o'ylayman. Bo'lib Xitoy ziyolilari bilan o'shadagi Malezyadagi Xitoy ziyolilari bilan alayda bir yig'in ochildi. Malezyadagi Xitoy parlament a'zolari bilan ko'rishildi. Bular masalani yaxshi anglatdik, to'xtadik. Ularmi bizga bo'lgan hissashligini bildirdi va masalan biz ashlardan so'rdik hatto Malezyada undan keyin bir Uyg'ur do'stlik guruhi qurishni o'tirib qo'ydik. O Xitoy şu parlament a'zosi undan keyin yana Malezya parlament a'zolari buni to'g'ri bir ideya deb ko'rdi, to'g'ri bir fikr deb, to'g'ri bir taklif deb. Bu yerda shu jihatda
yaxshi bir ziyorat bo'ldi, mukammal bir to'liq bir ziyorat bo'ldi deb qarayman. Undan keyin uning sirtida yana bu boshqa tashkilotlarningki vakillar bilan ko'rishishning sirtida bilasiz hukumatning yuqori darajalik amaldorlari bilan, yuqori darajalik amaldorlari bilan yaxshi uchrashishlar ilib berildi. Hem hükümet, hem hükümet sırtı teşkilatlar, hem xalqaro kishilik huquq teşkilatları, hem dini gruplar, hammasini ishiga oldi bizniki ko'rishgan odamlarimiz. Uning sirtida yana natijelik bo'lgan bir ish hamda u yerda 18 tashkilotniki vakillari bilan birlikda bir Uyg'urlarga adolat degan bir Uyg'urlarni qo'llaydigan bir guruh rasmiy teşkillendi, resmi kuruldu ve onunki şu nizamnamesi, bayanatları ilan kılındı. Ula özlüğünden hazır hareket yürütüp Uygurlarını tanıştırış, Uygurlarınki vaziyetini halk anlatış, hükümetine Xitay karşı tedbir ilişki zorlaş için keng ko'lamlik ommaviy bir hareketlerini qo'zg'amoqda. İnşallah bu yaxshi bo'lib, men 18 islom tashkilot, ommaviy tashkilotlarni birlashtirib turib, u yerda Uyg'urni qo'llash gruppasimi deyli, Uyg'ur do'stlik gruppasimi deyli qurilganligi u yerda Malayziyadagi bir yerda muhim bir hodisa. İnşallah. Yani bir deyilgan demem, Malayziyada burun hamda shu Malayziyaliklar Malayziyaning iqtisodiy nimasi yaxshi keldi. Shunda bo'lg'ashqa bu yerdagi xalqlar idealist bir xalqlar ekan. Boshqa insonlarga yordam qilish, yordam qo'lini uzatish nimasi ulardan kuchli ekan. Masalan, bular Etiopiyaga, Somaliyaga, Falastinga, Suriyaga, hammaga yordam qiladigan tashkilotlarni aytijak. Bular hozir asosan hamda Uyg'ur masalasini o'zininki birinchi eng oldingi mesele deb qarab, şu meseleni en güçlü qo'llaydiganligini bizga bayon qildi, bizga dedi. Shuning uchun yani bu yerda nurg'un harakat o'zligidan bo'layotdi hareketler inşallah. Ama Xitoy hozir bayon degandek bu yerda harakat o'tab, masalan, shu tashkilot biz bormasdan burun masalan, bizni chaqirgan, bizni taklif qilgan cho'ng bir odam batdi, shu cho'ng bir tashkilot shuningki idorasini ziyorat qilib Xitoy hatta ularga bular bilan ko'rishmanglar deb nurg'un nimalar bisimlar bo'libdi. Ammo ular u bisimni qabul qilmay Xitoy nimasiningki so'zlarini rad qilib, chunki Malayziya lekin yaxshi yeri Malayziya o'zlari berib ko'rib kelgan vaziyatni. Onun uchun yani bilgashga sizlar biz bilan o'yin o'ynamanglar, bizni bular bilan ko'rishmanglar desanglar, Uyg'ur qaratgan bisimni tugutinglar. Ceza lagerlerdeki neçe milyon adamne koyup veringlar. Şu çağda andiki biz mayli köreşmeydi. Körüşünün acit kalmaydı onlarla depti. Şundaki Xitay bularınki yağan gibi bu depti biz özümüz verip gözümüz bile köydü. Bularınki yağan gibi emez, bularınki gibi rast. Çünkü biz özümüz gözümüz bile körep geldik bu yerdeki vaziyette. Şunun ki bizninki gözümüzü boyayman deme depti. Uçukça. Eğer bunundan cıfrak yani bir yerde bizge bisim kıldığın olsa, seninki erklik elçihananın aldı da 10.000 adamını çıkıp namayış kıldınız bizden. Hatta bu şunda sözden akıttı. Diyendi ki demek ki bula vaziyetten ait haberdar, özleri bir hareketin başlatırken gap. Onun sırtında yan neticelik bir boğan iş. Dünya Uygur Kurultayı'nın ki bir yerde alakalı şiş işhanesi kuruldu Malezya'da hazır. Bu yerde bu bir teşkilat. Bizge şu özününki işhanesinden bir işhanını bizge hazırcı verip durdu. 2 adam hazır Malezya'da bu şu volunteerdeydi. İhtiyari hem de bizge bizden hak almayı turup bir qancha vaqt bizge biz hem de bir adamını verip tayinlab şu yerga avatib şu yerda ishlashga başlagan kadar bu yerdeki bir 2 kishi bizga ixtiyoriy shu ishxonada aloqali shish nimasi bo'lib ishlab beradigan bo'ldi.
Rahmat, bir efendim, sizler de yukarıdan da öttüm, sizler Amerika'da intihar aldıraş, 5 yıllık aşağıda vaktanlama yok, ciddi. Tabii bu şu bir bayan da öttüm, üniversitelerde tadqiqat orunları da nima yig'inlar bo'lyapti deb. Mana hozir qo'limda bir tizimlik bor. O'sha tizimlik qarasam, masalan, shu 2-oy va 3-oy ichida, masalan, 10-20 kadar üniversite ve tadqiqat orunlarida berib so'zlaymiz ekan. Yani mushundaq kenglimida bu yerda nima bo'lyapti inshaalloh Amerikada. Undan keyin yana bir e'lon qo'yilgan masala bu yerda biz shu Amerikadagi boshqa tashkilotlar bilan diniy tashkilotlar, Hristiyan tashkilotlari, musulmon tashkilotlari bilan birlashib Dünya Uyghur Qurultayı ve Amerika Uyghur Birleşmesi ve Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun yetakçiligida Amerika'da 4. ayının 6'sı keng ko'lamlik bir Washington'da keng ko'lamlik bir namoyish ilib boramiz. Bu necha ming kishilik bir namoyish bo'ladi. Shuningki bir 2 kundan keyin buningki e'lonini chiqaramiz. Hozir buning tayyorliklari davomlashyapti ve inşallah bu namoyish bir xalqaro namoyish bo'ldi. Boshqa insonlarimizni, boshqa xalqimizni kelalaydiganlar bo'lsa, shu 4. ayning 6'sı kelib bizningki shu Washingtondagi namoyishga qatnashish uchun ayrı bir uqtirish chiqaramiz. Buni men deb qo'yayman. Rahmat, Merkant efendim, bergan bu atrofli ma'lumotingiz uchun sizni ko'p avval qilib ko'p vaqtingizni oldik. Televizor ko'rguvchilar bu holatda sizga tekrar rahmatimni bildiraman va sizlarninki Amerikadagi bütün tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning xizmatlariga utuqlar va muvaffaqiyatlar tilayman. Albatta biz Amerikaning u yerdagi yangi yuzini ishlarni kuzatib turibmiz va pat bundan keyin bu siz orqali qarindoshlarimizni, muayyanat qarindoshlarimizni u yerdagi bo'lgan o'zgarishlar, faoliyatlar haqida vaqti-vaqtida ma'lumot ega qilishga tirishamiz. Umarjon, unda sizga alayda ko'p rahmat, tekrar minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizga. Xayr xo'sh. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyghur Qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan to'rt televiziyasining naq maydon suhbat programmasi yuqorida biz Dunyo Uyghur Qurultiyi ijro komitetininki raisi, Amerika kishilik huquq qurilishininki mudiri, Amerikadagi bizning aktiv siyosiy faoliyatchilarimizdan Umar Qanot afandim bilan Uyghur davosining Amerikadagi eng yangi yuzlanishi haqida buni ko'rdagi asosda suhbat oldik. Shuning bilan bu qatimki suhbatimizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qatimliq suhbatimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'ling, xayr xo'sh, xayrli kechalar.